Polyen. Harbiy hiylalar. Brasid. Brasid Amfipol yaqinidagi mustahkamlangan tepalikda dushmanlar tomonidan qamal halqasiga olindi. Dushmanlar Brasid tunda qochib ketmasligi uchun tepalik atrofini baland tosh devor bilan o'ray boshlashdi. Spartaliklar, lakonlar Brasid ularni jangga boshlamayotganidan va qamal tufayli asir tushib ochlikdan o'lishlari mumkinligidan xavotirga tushib norozi bo'lishdi. Brasid jangga kirish uchun eng qulay vaqtni kutayotganini aytdi. Devor deyarli bitay deb qolganda va faqat bir pletra 30 metr kenglikdagi joy ochiq qolganda u "Mana endi jangga vaqt bo'ldi" deb e'lon qildi. Ular mana shu tor tirqishdan shiddat bilan yugurib chiqib, dushmanni mag'lub etishdi va omon qolishdi. Shunday qilib, dushman qurgan devor ularning o'ziga zarar keltirdi va spartaliklarning chiqib ketishi xavfsizroq bo'ldi.